Tanadagi jarohatlarni bog'lash. Umri va yelka singanida gizo bog'ichi qo'yiladi. Qo'lni fiziologik holatda ushlab turib, yelka badanga bog'lanadi. Keyin bilak va panja suyaklarini tutashtiruvchi bo'g'im to'g'irlanib, shikastlangan tomonning bilak suyagi ham bog'lanadi. Bilakda ko'p sonli jarohatlar bo'lsa, aseptik materiallardan oddiy bog'ich qo'yiladi. Bilak va yelka boshoqsimon bog'ich bog'lanadi. Bintning bukilishlari bog'langan joyning ishonchli qotirishlari uchun xizmat qiladi. Qorin sohasi ko'p hollarda bint va bog'lanadi. Odatda qorin bint bilan spiralsimon qilib bog'lanadi.